Video vizasida gaplashdik, to'g'rimi? Ha. Yuzma-yuz gaplashib turibmiz. Bir xil odammanmi, ikki xilmi? Yo'q, o'sha gaplashgan odamlar bir xil gap gapirasiz, bir xil narsa, bir xil odam. Bir xilmi? Ha. Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, bugun Baliga kelib oldim. Yaqinda kelgan Asim aka bilan ko'rishdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akajon, yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldingizmi? Alhamdulillah. Xudo xolasa, biz hamma jarayonni yakunladik. Bitta dona karta qoldi. Ertaga ochiladi, butun proses yopiladi. Hamma prosesni biz aytilgan bo'yicha, o'sha bir hafta 10 kun ketadi deyilgan bo'yicha davom etib bormoqda, to'g'rimi? Sizlar tomonidan qilib beriladigan xizmatlar yakuniga yetadi ertaga inshaalloh. Biz bilan qanaqa qilib uchrashib qoldingiz, qanaqa qilib tanishdik? O'zi Baligida o'tiribman. bu P2P sohasiga men ilgari qiziqqanman. Ilgari qiziqqanman. Bu sohada tajribam bor. Ochig'ini aytaman, bu sohada men tajribam bor. Ishlaganman. Avstraliyada ishlaganman. Avstraliyada ishlaganman, keyin mana u sohadan Avstraliyada ishlamasligim sabab 2 oycha ishlaganimda, 1,5 oy, 2 oy ishlaganimdan keyin mana akkauntim bloklagan. Bank akkaunt bloklagan meni. Va orqasidan shu orada Avstraliyada tanish qidirdim. Men shu P2P sohasiga qiziqib Avstraliyada tanish qidirdim. Keyin orada 1,5 yillik kelib o'tsa, tog'aynim, Dolxon degan o'g'aynim menga aytib qoldi, shunaqa chiqib qoldi, o'shani siz narsaga qiziqardingiz, qilmaysiz deb chiqib qoldi. Keyin sizni videongizni ko'rib chiqdim. Bo'ldi, ko'rib chiqdim. Agar Indoneziyadagi nafarlarni birjada solishtirib chiqdim, Indoneziya rupiyasini solishtirib chiqdim. Keyin sizga aloqaga chiqdim. O'zim aloqaga chiqdim. Hamma savollarimga javob oldim. Ya'ni rezidensiya olish, asosiy men bilardim, P2P ishlash rezidensiya kerak. Rezidensiya olish, keyin karta ochib berish va kartani bloklanib qolgan holatda uni blokdan ochishdagi xizmatlar. O'shalarni xizmatdan taklif qilganim uchun davay deb men bosdim. Keldingiz, xudo xolasa. O'sha viza jarayoniga to'lov qildingiz. Boshlang'ich to'lovda ko'pchilik qo'rqishadi aka. Xuddi hamma kabi siz ham qo'rqdingiz, ishonchsizlik bo'lmadi. Qanaqadir endi birinchi ko'rib turgan odamda, albatta, birinchi ko'rib, birinchi gaplashib turgan, bittada bir kunda yoki 2 kunda reelslarni ko'rib, odam ishonib 3000 yoki 5000 tashlab berish qiyin. O'sha xuddi sizda ham shunaqa holat bo'ldi. Vizangiz aytilgan paytda, aytilgan vaqtda chiqdi. Chiqdi, o'rnida chiqdi viza. O'sha bir haftada chiqdi, xudo xolasa keldingiz. O'zim Vyetnamda edim, ketgandim, lekin komandamiz a'zolari sizni kutib olishdi. Aytilganidek joylashtirishdi. Keyingi kun proses boshlandi. Keyingi kun emas, 3 kundan keyin, seshanbadan keyin. Seshanbadan keyin. Demak 3 kundan keyin proses boshlandi. Nima sabab bo'ldi bu 3 kundan keyin proses boshlandi? Orada dushanba kuni tiqinish kun bo'ldi. Men shanba kuni keldim. Bunaqalar davlat idoralari ishlamaydi. Dushanba kuni nimadir sabab bo'lib, dushanba kuni davlat idoralari ozgina Menimcha seremoniya bayram bo'lgan. Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Bayram sababli bo'lmagan. Seshanbadan hozir bugun mana dushanba kunga keldik. Xudo xolasa bir hafta o'tdi. Bitta dona jarayon qoldi. Ya'ni BCA kartasini ochish. Xudo xolasa u karta ochilgandan keyin siz bemalol xohlasangiz O'zbekistonda, xohlasangiz boshqa davlatda istalgan joyingizda ishlaysiz, Amerika va Rossiyadan boshqa. Endi bu sohaga ozgina sabr kerak ekan. Bo'lib ham Indoneziya rupiyasida ishlash uchun 1,5 oy, 2 oy sabr kerak ekan. Ochig'ini aytish kerak. Agar bu sohaga qiziqqanlar bo'lsa, mana ochiq gapiradiganman. 1,5 oy, 2 oy sabrinani joyiga qo'yib, ya'ni sabrinani jilovlab kelinglar. 1,5 oy, 2 oy sabr qilib ishlayman. Bu sohada daromad chiqqunimcha 1,5 oy, 2 oy bemalol sabr qila olaman deyilsa, qiziqsa bo'ladi. Chunki ertaga sizlardan hali shashti yo'q, bo'lmasa sabrsiz odam kelib, natijaga chiqmasa sizlarni yomonlashga to'g'ri kelib qoladi, sizlarni yomonlab qo'yadi. Bitta narsani aytib ketay, shunda 1,5-2 oydan keyin lekin rezultat bo'ladi. Rezultat bo'ladi. Siz ko'ra olyapsiz. Mana shu narsani P2P'da tajribasi bor inson sifatida, o'zim ham aytayapman, o'sha biz aytgan rezultat bo'ladi, ozgina reputatsiyani oshirish kerak. Reputatsiyani oshirish kerak. Chunki hamma narsa yangi. Rezidens ochiladi, rezidens ochilgandan keyin hozir sizda ham hamma narsa yangi. OKX'dan bir hafta so'rayapti, 5000 оборот so'rayapti, boshqa narsa ham. O'sha siz order qo'ya olishingiz uchun vaqt ketadi. Siz to'g'ri tushundingiz bu narsani. Xudo xolasa 1,5-2 oyda o'sha biz kutgan, siz kutgan rezultatni qilib bizga ko'rsatasiz, biz bilan ulashasiz degan umiddamiz. Inshaalloh. Xudo xolasa Indoneziya komanda guruhimizga sizni qo'shib qo'yaman. Biz bilan birgalikda eng kamida 6 oy ko'rishdik, yuz ko'rishdik, choy ichib o'tiribmiz, boshqa qilyapmiz, aka-uka bo'lib qoldik. Qanaqadir biz tomonidan yordam kerak bo'lsa, biz tomonidan nimadir sizga o'rgatish kerak bo'lsa yoki nimadir kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Siz ham xuddi shunday bo'lishingiz kerak. Bizdan nimadir sizga iltimos bo'lsa, bo'ldi. Xudo xolasa, qo'limdan kelgancha, sizlar ham Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam bersanglar. Bo'ldi aka. Bajarib-bajaribizga qo'yib qo'yamiz. Problema yo'q, hech kim ko'rmaydi. Lekin rezultatni ko'rsatish kerak odamlarga. Xudo xolasa rezultat qilamiz. Ko'pchilik aka ishonmayapti. Realni men aytayotgan gapga, men rezidens olib beraman, kartalarni ochib beraman. Qanaqa ochishingiz kartani? Bankka borib qiynaldingizmi?
Yo'q, bankda hech qanaqa muammo bo'lmadi. Anaqa Kitas viza chiqarishda ham muammo bo'lmadi. Kitas viza chiqarishda ham muammo bo'lmadi. Bu yoqqa kirib kelishda ham aeroportda ham savollar bo'ladi deyish. Savollarda ham muammo bo'lmadi. Qayerda turasiz? Kim qayerda turasan? Ya'ni qayerda turasan deydi. Do'stlarim bilan turaman, do'stlarim tashqarida kutib turib dedim. Faqat iltimos sizlardan ozgina ingliz tilini bilinglar. Agar ingliz tilini ozgina bilib kelishsa, bilganlar bo'lsa, qiynalishmaydi. Men o'zimda qiyinchilik sezmadim, men ingliz tilini bilganim uchun. Ingliz tilini ozgina bilgan odam qiyinchilik sezmas ekan. To'g'ri aka. Ba'zi odamlar ham bitta savol, ba'zi odamlar o'zligi kelib, men kimlardir xullas chiqishyapti. Kam arzon narx, u yoq, bu yoq, xullas narxi arzon odamlar boshqalar chiqishyapti, bizni yomonlashyapti, boshqa qilishyapti. Har doim men servisimga yarasha narx olganman. Misol uchun narximni servisimga yarasha pasam deb o'ylayman hozirgi kunda. Agar men o'tirib o'rgatsam, 1 oy, 2 oy vaqtimni ketkazsam, kamida 10 mingga sotaman bu narsani. Bank tizimini gapiraymi. Misol uchun bankka borganingizda o'zingiz, aka o'zidan qo'yib yuborganda, kirganingizda sizga bank ochib berdimi? Yo'q, bank bilishim bo'yicha mana haqiqatda bank ochib bermas ekan. Shunchaki yangi rezidensga ochib bermas ekan. Mana o'rganib chiqdim. 6 oydan keyin ochib berar ekan. Ya'ni 6 oy yashagandan keyin ochib berish mumkin ekan. Bank ochib bermas ekan yangi kelgan odamga. Haqiqatda sizlarni naqani bilan yordaminglar bilan ochildi. Bank kartalar sizlarning yordaminglar bilan ochildi. Xudo xolasa ertaga yana bitta bank ochamiz. O'sha 3 ta bank shu paytgacha ochdik. 3 ta bank ochildi, 4-bank ochamiz xudo xolasa. O'sha aytilgan bo'yicha 100 minggacha bemalol kuniga aylantirsangiz bo'ladi. Qo'shimcha o'zingiz topgan, o'zingiz ko'rgan P2P'da ishlagan tajribalaringiz bilan bo'lishing aka. Indoneziyaga kelib nimalarni ko'rdingiz, nimalarni o'rgandingiz? Chunki ko'pchilik kelyapti-da, P2P'da ishlaganman, bilaman deydi, o'rgatish shart emas, hammasi zo'r deydi, lekin order kelmayapti, bunaqa bo'layapti degan muammolarni menga ko'rsatyapti. Xo'p, boshladim. Demak, Indoneziya rubli bilan O'zbekiston so'm, hozir Indoneziya rublini ishlashga, Indoneziya rupiyasini ishlashganimga endi bir hafta bo'lib xolos, orderlar ochganim bir uzoq ochganman, 15 gacha order ochganman xolos. Meni fikrlashim bo'yicha Indoneziya rupiyasi O'zbekiston so'michalik tez reputatsiyasi ko'tariladigan emas ekan. Ochig'ini aytsam. Avstraliya dollarchalik yaxshi qoladigan emas ekan. Ochig'ini aytsam, Avstraliya dollarchalik. Chunki Avstraliya dollarida 4%, 5% qolardi aylanmada. O'zbekiston so'mida ham o'zi 3% qolyapti. Lekin O'zbekiston taqiq bor bu narsaga. Avstraliyada ham taqiq. Avstraliyada ham taqiq bor. O'shani taqiq hisobiga ham bekitilgan. Shunaqa. Indoneziya rublida bilishim bo'yicha USDC da yaxshi qolar ekan. USDC da yaxshi qoladi. USDT emas, USDC da yaxshi qoladi. 2% yaxshi. OKX da где-то 3% qolyapti. Men hozir 1% spreadni va'da qilyapman. Bir kunda 1% qolasan, shtob topasan deb va'da qilyapman. USDT misol uchun idri USDC da ishlasa, BNB yoki boshqa paralardan emas. Xohlagan OKX-mi, Bybitmi, Binance-mi, hozirda Binance'siz ma'lum bir sabablar ko'rib bloklangan. 50 yilga bloklangan Binance. Nimaga Avstraliyada ko'p pul topgansiz? Men sizga aytganman, nimaga O'zbekistonda ko'p pul topishyapti? Chunki xavf xatar bo'lgan joyda, risk bo'lgan joyda ko'proq pul bo'ladi. Shunaqa. Ko'proq pul bo'ladi. Biz Indoneziyada bez risk holatini beryapmiz. 1% split va'da qilyapmiz. Bu yerda 1% topsa bo'ladimi aka? To'g'ri strategiya bor. Bir kunda bitta оборотda demayapman, bir kunda 1% topsa bo'ladi. Bir kunda оборотingizda 1% topsa bo'ladi. O'ylashim bo'yicha bo'ladiganga o'xshayapti. Hali men topmadim chunki 1 oy belayapman. Unaqa hech bo'ladi. Ko'ryapsiz, 3% spread qolyapti deyapsiz. 3%. Qolyapti, lekin order kutganimchalik bo'lmayapti. Ochig'ini aytsam, order kutganimchalik bo'lyapti. Hali yangiman. Bir oyda o'sha natijaga chiqib boray. Ochig'ini aytaman, lekin bilishim bo'yicha qoladi. To'g'ri strategiya qo'yilsa, to'g'ri nima desam, to'g'ri birjalarda foydalansa qolar ekan, bilishim bo'yicha. Va yana bir narsa, P2P yangi kirganlar, iltimos sizlardan shu narsalarga e'tibor bering. Phishing degan narsa bor. Phishing degan narsa chiqib ketgan, ya'ni soxta chek, soxta ma'lumot, keyin o'g'irlangan pul degan narsa chiqib ketgan. Bloklanishiga eng katta sabab va akkauntingiz bloklanishiga, birjangizmi yo'lida bank akkauntingiz bloklanishiga eng katta sabablardan bittasi nima? Uchinchi shaxsga pul qabul qilish, uchinchi shaxsga pul jo'natish. Uchinchi shaxsga e'tibor bering, ya'ni birjaning akkaunti bilan bank akkaunti bir kishi bo'lishi kerak. Va ko'pinchisilarga emaillarga soxta chek jo'natishadi yoki sizga soxta chek jo'natishadi, siz qistashadi, sizni tirashadi. Jo'natsammi? Lutchi yangi ochitganingizda bitta anaqa
unaqa orderingni 30 minutgami, 20 minutgami qo'yib qo'ying, 10 minut, 15 minut qo'ymang, 20 minut, 30 minutga qo'ying. Sizlarning trap haliga ordering bekilib ketmaydi o'shanda. 20 minut, 30 minutga qo'yib, risk kamaytirasizlar. Hamma narsani bemalol bankingni tekshirib, uni nomidan 3 shaxsga pul tushmaganmi, pul rovni tushganmi tekshirib, bemalol ishlaysizlar, yaxshisi. O'shani qilinglar. Yana bitta strategiya ochiq aytadigan narsalardan biri. To'g'ri strategiya, lekin siz hozir reputatsiyani ko'tarmoqchi bo'lsangiz, 15 minut eng yaxshi vaqt. Yo, u boshlab olish uchun yangilarga aytdim ham. Ya, bu yangilarga. Boshlab olish uchun. Boshlab olgandan keyin hech narsani bilmagan, tushunmagan odamga to'g'ri fikrda. Boshlab olish uchun o'shanaqa kerak ekan, bilishim bo'yicha. To'g'ri. Keyin ba'zi bir rejalarda umuman order tushmas ekan. Ba'zi bir rejalarda yaxshi order, masalan, hashtag umuman order tushmas ekan. O'zbekistonda yaxshi ishlaydi, chunki boshqa rejalar ishlamaydi. Zo'r ishlar ekan hashtag. Meksikanda nisbatan kamroq ekan. Bilishim bo'yicha Bybit Binance OKX ekan. Binance'da 50 million dollar. OKX bilan Bybit'da примерно 20 million dollardan har kuniga aylanadi, 40 million dollar. O'rtacha 3 ta birjada 90 million dollar aylanadi. Boshlanishga оборот qilayotganingizda katta olmayni, hali har bir dollarda 100 idora qoladi deb katta olmayni. Reputatsiyani ko'tarish uchun 20 ga ham, 30 ga ham, 40 ga ham ishlayveringlar deb maslahat beraman. Bilishim bo'yicha mana o'sha strategiya qilmoqchiman. Qilyapman ham hozir. Shunday qilyapman ham. Shu mana. Hozir mana kelganingizga endi 10 kun bo'ldi, to'g'rimi? Bir hafta 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi. 10 kunda shuncha narsani o'rgandingiz, tushunib oldingiz. Qayerdan nima qilish kerak, o'sha strategiyalaringizni tushunib, qo'yib, o'zingiz uchun shablonlar yasab oldingiz, to'g'rimi? Hozir ertaga o'sha bank yakunlanadi. Birjalaringiz tayyor bo'lsa, o'sha sirasiz ishlashni boshlaysiz qo'shimcha qilib. Xudo xolasa 1-2 oydan keyin rezultatni sizlarni kutamiz. Minimum 1%, bo'lmasa 3-4%. Xudo xolasa. Eng minimum harakat qilamiz. Sizni iminni ko'rib, yana intervyu qilamiz, baliga chaqiramiz. Xudo xolasa. Birgalikda komanda sifatida ishlaymiz. Xudo xolasa. Alloh nasib etsa. Obunachilar diqqatiga bemalol kelishinglar mumkin. Hammamiz xolis odamlarmiz, siz ham biz ham.